Assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari. Bugun rahbar va xalq muloqoti, murojaatlar, uchrashuvlar va natijalar to'g'risida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Aholi murojaatlari bilan samarali ishlash, davlat organlari va fuqarolar o'rtasida ochiq muloqotni ta'minlashning muhim yo'nalishlari biri hisoblanadi. Fuqarolarning ariza, shikoyat va takliflarini o'z vaqtida xolis, qonuniy asosda ko'rib chiqish aholining davlat idoralariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Yangi O'zbekistonda inson qadri uchun ezgu g'oyasi davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylandi. Osoyishtalikni ta'minlash borasida barchamizning zimmamizga yuklatilayotgan vazifalar ortib bormoqda. Ushbu borada aholi muammolarini ijobiy hal qilish maqsadida Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limi tomonidan sayyor qabullar ham o'tkazib kelinmoqda. Bugungi kunda aholimiz tomonidan Yangiyer shahar ichki ishlar bo'limiga kelib tushayotgan murojaatlar to'laqonli o'z vaqtida ko'rib chiqilmoqda. Ushbu murojaatlarni ijobiy hal etish maqsadida 9 ta yo'nalish bo'yicha kelib tushgan 123 ta murojaatning 80% bugungi kunda ijobiy hal etildi. Hamda 30 ga yaqin murojaatlarga huquqiy tushuncha berib o'tildi. Har bir murojaat amaldagi qonunchilik talablari asosida ko'rib chiqilishi va fuqarolarga asoslangan javoblar berib kelinmoqda. Murojaatlarni ko'rib chiqish, muddatlariga qat'iy rioya etish, mas'ul xodimlarning vazifasiga mas'uliyat bilan yondashishi muhim ahamiyat kasb etilmoqda va alohida bugungi kunda nazoratga olib kelinmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat.